Zebur 120. Munaccat. Nida qilsam Perverdigarga, külpetli qalğınımda, u cavab berdi manga. Qutquzg'in meni, ey Xudo, yolg'onchi lavladin, aldamchi tilladin, deb iltijo qildim uningga. Ey yolg'onchi til, qandoq urar seni Xudo, berer sana qandoq jazo. Baturlarning o'qlari tegar, archilarning cho'g'lari ko'ydirar. Halimga voy, musafir bo'ldum mashak diyorida, baxtsiz bo'ldum qidarlarning kedirida. To'ydim, yashashdim bu yerda, tinchlikqa o'ch xalq orasida. Söyüp men tinchlikni, desemmi, tinchlikda yashayli, ger, biroq ular urushayli der.